Şehit tahtında Rabbi gülümser. Ah binlerce canım olsaydı der. Şehit tahtında Rabbi gülümser. Canı bedeni bir sofradan yer. Ümitsiz olmaz, ümitsiz olmaz, sevdasız olmaz, sevdasız olmaz. İslami ruhni aynen berpa kılarsak o sanımızın azalışı hiç yapamaz. O 1 milyardın artık nüfus teşkilatının Xitay'dan alıbır dediğimiz. Elbette Allah'ın rahmet yardımı kalbimiz. Ve mühim olarak nasam bizim vücudumuzdan Peygamberimizin devri, sahabının devrideki İslam kaytının oruluşu lazım. Biz kırındaşı dünyadan beraber gidimiz. Aldığımız işimiz 60 yıkıllap kaldı. Ahırları 30'da işip kaldık. Tençilik ömrü Allah'dır. 5-10 yıl yaşandığımız ya 5-4 saat mi o da Allah'dır. Ama Allah belgen canlı Allah hepsini beraber. Bu fırsat ganimet. Bu ganimet fırsatı biz hakiki mümin, Müslüman bulup yaşap özümüzün üstümüzü düşken İslami ve insani mecburiyetten şeref bilen ada kılıp dünyada geçişken alayda iznişimiz, terişçalık işimiz lazım. Merhum dinni alim Abdülhekimxan Mahsum Hacimning hayat iş izleri. Sizlarning aranglarda xayrlik ishlarga da'vat qiladigan, yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlarni ma'ni qiladigan bir jamoa bo'lsin. Ana shular maqsadiga erishguchilardir. Qur'oni Karim 3-sura 104-oyat. O'rta Osiyoning markaziga joylashgan aziz vatanimiz Sharqiy Turkiston diyorining asli egilari bo'lgan mehnatkash, oqko'ngil Uyg'ur xalqi asrlar burun boğumuz Sultan Sutuq Bug'raxonning himmati bilan islom diniga musharraf bo'lgandan buyon yurtimiz osmonida parlagan sonsiz yulduzlar kabi o'z nurini atrofga chechib, xalqni qorong'u zulmatdan yo'riqlikqa yetaklayotgan olim o'limolari, yozuvchi shoirlari, adib mutafakkirlari bilan dunyoni tong qoldirgan shonliq madaniyatlarni yaratib, islomning en güllengen devirlerini yaşnattı ve bu arkalık öz mevcutluğunu günümüzgece saklap geldi. Bugün yurtumuz asmanıdaki nurluk yıldızlardan biri öştü. Yak, o öşmedi. Doğrusu onun nuru hakikatki teşna sansızlıgan kalplerge sınıp gitti. 2016 yılının ahirki günlerinin biri de İstanbul'dan tarqalgan bir musibet xabari bütün dünyadaki Uygurlarni ağır qaygıga çömdirdi. Allah yolida xayrlik ishlarga da'vat qilayotgan, vatanining ozodligi, xalqining hurligi va ichki dunyolik baxt saodati uchun un-tinsiz so'qiyotgan bir yurak vaqtsiz to'xtadi. Qahrton qish so'g'uqi Tixi başlanmagan bolsumu, lekin olimning vafoti hammeylanning yuragini muzlatdi. Xalq olimidan, ustozidan, da'vo yo'lidagi bir yo'lboshchisi va sabdishidan ayrilganligini qabul qila olmadi. To'g'risi, qabul qilishni xohlamadi. Chunki uning vafotidan keyingi qisqa bir mezgilda shakllanadigan o'rnini to'ldiruvag'isiz bir bo'shliq hammeylanni iztirobga solatdi. Lekin Alloh bu suyimlik bandasini haqiqatan o'z dargohiga elib ketgan edi. U suyimlik zot İstanbul'da faaliyet elib beriyotgan Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyatining qurg'uvchilaridan biri va bosh noziri Sutuq Bug'raxon ilm va madaniyat vaqfi, Istiqlol televiziyasi, Sutuq Bug'raxon kitobxonasi va nashriyoti, Sharqiy Turkiston ulamolar birligi qatorliq bir yurish jamiyat va
organlarning qurilishida jiddiy rol o'ynagan muhtaram diniy olim, da'vatchi, Allah'ның dini, vatani va millati uchun yurak qinini sarf qilayotgan tuhfkor ustoz Abdulhakimxon Ma'sum hojim edi. Marhum diniy olim Abdulhakimxon Ma'sum hojim Teklimakani 1963-yili 4-oyning 16-kuni Sharqiy Turkistonning Qashqar viloyati Qog'iliq nahiyasi Bashiriq yezisi Büksung öy kentida ma'rifatparvar bog'van oilada dunyoga kelgan. Marhumning dadisi Isomiddin Obid shu yurtning oqsoqollaridan biri bo'lib, kent jamiyasi imomi va xotibi bo'lgan. Ma'sum hojim boshlang'ich o'ttir maktablarni Qog'iliqda tamomlaydi. Biroq Ma'sum hojimning o'smirlik davri dal ishg'olchi kommunist Xitoy hokimiyati atalmış madaniyat inqilobi nomida insoniyatga va insoniyat madaniyatiga qarshi yo'qotish elib berayotgan zulmatlik yillarga to'g'ri keladi. Bu qorong'u yillarda haqiqatparvar diniy olimlar, millatparvar ziyolilar va mo'tivar yurt kattalari ishg'olchilarning yo'qotish nishoniga aylangan edi. Shundaqla bu aziz tuproqlarda ming yildan buyon xalqimizning yashash mezoni bo'lib kelgan islom dini va qimmatlik madaniy meroslari zo'r xirisga duch kelgan edi. Olimlari va ziyolilar bo'lgan yo'lboshchilaridan ayrilgan xalq nadonlik, jaholat va tafriqchilik patqiqiga texmu cho'nqirlab kirib ketadi. Sharqiy Turkiston Xitoy ishg'oliga tushib 30 yillik zulmatlik bo'ron chapqunni boshdan kechirgandan keyin 1980-yillarda Xitoydagi islohot echivetish harakatining shamilida Sharqiy Turkistondami nisbatan erkin siyosiy muhit borliqqa keladi. Yillarcha hayotini qorong'u kamerlarda, emgak maydonlarida o'tkazgan, Rabbimizning inoyati bilan hayotiy xavfga uchrashdan qutulib qolgan oz bir qism o'limalar bu fursatni g'animat bilib, millatning umidi va kelajagi bo'lgan yoshlarni tarbiyalash ishiga tutish qiladi. Nadonlikning dardini yetkichi tortgan va ilimga tashna bo'lgan nurg'unlagan ota-ona farzandlarini yurtlarga o'qishga avatidi. Abdulhakimxon Ma'sum hojim shu yoshlarning qatorida ilm yo'liga otlanadi. 1982-yili Xotan viloyatining Gumi nahiyasiga berib, shu yerda Mehmetxon Ma'sum va Mehmet Axun Damollam qatorliq olimlarda ilm tahsil qilgan. Arab tilining asosiy qoidalarini Gumida tamomlagan Ma'sum hojim 1984-yili Qog'iliqqa qaytib kelib, o'zi bilan ismdosh bo'lgan o'tgan asrining oxirlarida Uyg'ur diyoridagi eng mashhur ma'rifatparvar ulamolardan biri bo'lgan marhum Abdulhakimxon Ma'sum hojimning Qog'iliqda ochgan madrasaga o'qishga kirdi. Ustoz Abdulhakimxon Ma'sum hojimning madrasada islomiy ilmlarni egallash bilan birga madrasa ochib o'qitish ishlari bilan shug'ullangan Ma'sum hojim yoshlik bahorining navqiron davrida, ya'ni 1986-yili 13-oyning 26-kuni ayoli Maryamgul xonim bilan to'y qilib tanholik hayotga xotima bergan. Marhumning hozir 6 farzandi va 7 nevrisi bo'lib, 5 farzandi hijrat hayotida yashamoqda. O'g'li Hasanjonni hayotida bir qatim ko'rish nisb bo'lgan bo'lib, 2015-yili ota-onasini ko'rish uchun hijrat yo'liga qadam qo'yganda zolim Xitoyning panjisi ostida Taylanddan tutib qaytirib ketdi. Hasanjon hozir Xitoyning qorong'u turmusida ishkanja va zulm tortib yetyapti. Shundan chet elga chiqib qoldik.
asasen 92'nin mabeyninde aile cemiyetimiz, balacakımızın ayrılıp gittik. Bu oğlum Hasan'la ömrümde ben bile yaşayan vakti 3 ay bile yaşadık. Eşi 3-4 yaş etrafında. 3 ay bile yaşadım. Şimdi olan bu Xitay yolu sevistken Türkiye'ye gitken yengeli peyda oldu da şu aralıktan bu Hasan'ın kızı Fatıma bilen oğlu Muhammed çıkışta Türkiye yolu sıvıtkanlı Katar'da tizimli kaldık haber geldi. Haber gelgendekin anca bunca telefonda görüşüp durduk. Ben bizim kelim balağım. Siz iki balağınızın ayrılmayıp durur musunuz? Ne gibi bağlar birleyip baksın dedim. O kelim balığı çıktı dedim. Tayland'dan sakçılara o kelimimiz Rukiye'den şunda jığılap yalvaracak onu vay. 2 yaş gelgen kızı Fatıma ile 1 yaş gelgen oğlu Muhammed'in mecbur tatılıp Türkiye yolu sağlan 170 yılını koşup miye yolu sebetip oğlum Hasan bilen kelimimiz Rukiye'nin Xitay yolu sağlan 100 neçe adamla Katar'da 109 neydi 119 diken gep devam kanca ölçülerinde bulunun Katar'da Xitay yolu sebetip. Yani bunun hiç kandan meselesi yok. Yani bu Tayland'dan çiğradın girgen Türk resmiyetleri gereklik. Şunda oturup Xitay'ın talebi asasen şunda kaytırıp gelecekten deptörden Tayland daireleri. Bu Türkiye'nin vatandaşı durup Xitay özü vatandaşlık beğenmegen durup bunu Tayland'ı besleme işletip Tayland'ın da kaytırıp gitti. Bu bir kandak insanlık. İkinciden bu 2 yaş gelgen bir kızlarından 1 yaş gelgen oğlum mecbur ağrıp miyege uzal diyor da. İkisinin anasının dadasının Xitay yolu uzattandı. Ama ne mürakip olmasın bu Hasan Tayland'ın çıkarısının kirgenden Türk pasportundan kirgen durup Xitay kalağıdan hiç kandak bir belge malumat kolu yok durup sen Türk de kulğagan durup bunu ahırda Türkiye'ye vermeyi Xitay kaytırıp verdi. Yani bu yolda keliş yarıyanda Hasan'ın ayağı tekrar hamildar olup ikinci balası Muhammed oğlu. Tayland'da türmede tuğuldu demdi. Bu oğlunun Hasan bütün bile yaşap bakmaklık demdi. Şu Fatıma çoğun kızı bilen 6 ay bile yaşattım. İkinci oğlun türmede tuğuldu. Türmede köleşti geldi birine çıktı uzaktan kögencik var. Balasını kuşluğa hep bakmaklık demdi. İkinci balasını. 20 yılından mabeyinde bu balıdan körüşeşinde nisip olmay kaldı. Hem de hazır işlik hiç kandak xəbər bulmadık. Vatanın işidimi, sırtımı hiç kandak Tayland'ın yüzneçi adamını ekipti kaytırıp degen xəbər taqtılıptı. Onu bişqa qarı xaltı kegizip naiti vəhşi zulüm bilen Avrupadan düşürüp atkan ve ahvanı televizörde kökstüp xalqın yürgeni eziş üçün şöyle köksetken çığa onundan başka hiç kandak malumat yok. La hayat bağımı ya sot kestim o. Sot keskimiz ne mi cinayet asasen kesti? Mağdur çiğradın içet erkek kaçtın deyişim gün neymiş kaçtı bula? Bunun Xitay'dan Fransa olgandakin Xitay'dan pasport veriş hakkı yok mu? Pasport beğenmese neymiş beğenmedi? Bu meselede Xitay'dan soraş lazım buladım. Hem de hazır hayat bağımı ya sot kestim o ya kandak uçmayımında hiç kandak haberi yok. 1990 yılı Ustazi Abdulhakimxon Mahsum Hacimda ilimni xatmi qilib, Mahsum unvoni bilan ijozatnoma olgandan keyin bütün vaqtini yoshlarni tarbiyalash va o'qitish ishlariga atgan edi. Ayni vaqtda Qog'liqda ochilgan madrasaga Sharqiy Turkistonning har qaysi joylaridan kelgan o't yurak, ilm so'yar yoshlar to'plangan bo'lib, keyingi yillarda komünist işğalıga qarşı elib berilgan bir qism zo'r qarshiliklarning ishtirokchilari, shundaqla erkinlik davoyimizning qaytadan jonlanib kunimizgacha yetib kelishida tayanchi kuch bo'lgan sarxillar Qog'liqdagi shu madrasadan yetishib chiqqan edi. Bo'ladigan ziroat ko'kidan ma'lum degandek, Abdulhakimxon Mahsum Hojim o'tkir zehni, tirishchanligi, chiqishqoqligi va oldin ko'rarligi bilan o'quvchilar orasida tezlik ko'zga ko'rinadi. U ustozidan ta'lim olish, qitirqinib o'rganish bilan birga o'zimi madrasa ochib, yangi taliblarga dars berishga boshlaydi.
Sharqiy Turkistonning har qaysi joylarida diniy da'vat va targ'ibot elib boradi. Uning ilmiy talanti qoyillik va hurmatga erishidi. Albatta, ilm va izzatni Rabbimiz o'zi xohlagan bandalarga beradi. Suyimlik payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu haqda mundaq bishorat berdi. Allohu taolo bir odamga yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda olim qiladi. Shundaq. Marhum ustozimiz Abdulhakimxon Maqsum hojim Alloh yaxshilikni iroda qilgan va yaxshi ko'rgan bandalarning biri edi. Xitoy ishg'olchilarining qisman erkin qo'yib etish siyosati xuddi qishning optipidek uzunga bormaydi. O'tgan asrning 90-yillaridan boshlab Uyg'ur musulmonlarga zamon yana tarixga boshlaydi. Bo'libmi 1990-yildagi Barin inqilobining bostirilishidan keyin Sharqiy Turkistonning siyosiy muhitida zo'r o'zgarishlar bo'ldi. Nurg'unlagan haqiqatparvar olim o'limalar, ziyolilar va taliblar qaytadan tutqun qilinishga, taqib ostiga ilinishga boshlaydi. 1992-yili Qog'iliqdagi madras taqilib, o'quvchilar tarqitib etildi. Maqsum hojim 1992-yili 7-oyda Xitoy soqchilari tarafidan ruxsatsiz diniy maktab ochgan, yoshlarni to'plab cheniqtirgan, hokimiyatga qarshi turishga kuch kiritgan degan bo'htonlar bilan tutqun qilinib, turmaga tashlangan va 7 yillik qamoq jazosiga uchragan. Bir qism yurt oqsoqollarining yo'l mengishi natijasida 1996-yilning 5-ida turmadan chiqqan bo'lsa-mu, Xitoy ishg'olchilari qaytadan tutish buyrug'i chiqargan bo'lg'ashqa, Qog'iliqni tashlab xizmatni davomlashtira oladigan yer izlab, Sharqiy Turkistonning barliq shaharlarini aylanib chiqqan. Oxirida vaziyatning qiyin ekanligini tushunib yetgan Maqsum hojim 1996-yili 11-oyda hijrat qilishga majbur bo'lgan va Qozog'iston, Pokiston qatorliq O'rta Osiyo davlatlarini ziyorat qilgandan keyin 1997-yili yozda Eron orqali Misrga kelgan. Bu sınaq va külpatlar Maqsumni ilm elish va o'gitish, xalqning mustamlikidan qutulib, hur yashashi uchun kurash qilish irodasidan yandira olmaydi. U 1997-yili izgu tilaklar bilan tarixdan buyon islom dunyosining ilm ma'rifat markazi bo'lib kelgan Misrning poytaxti Qohiraga ilm safariga otlanadi. Maqsum hojim u yerda bir tarafdan bilim oshirish bilan mashg'ul bo'lsa, yana bir tarafdan Misrdagi o'quvchilarning yaxshi tarbiyalanishi uchun bir yurish planlarini tuzib ijro qilgan. 2000-yili Qohiradagi Islomiy tadqiqot institutiga qabul qilingan. 2002-yili bu maktabni bitirgandan keyin Qohira universiteti Darul Ulum fakultetida İslam felsefesi bo'yicha magisterlikka qabul qilingan. Maqsum hojim magisterlik maqolasini 2003-yili yozishga boshlagan va maqola ustida jiddiy izlanayotgan paytda Xitoy bilan Misr hukumatining munosabatining kundan kunga yaqinlashib ketishi tufayli Misrning ziyonkashlik qilishidan ansirgan do'stlarining taklif va chaqiriqiga ovoz qo'shib Misrdan ketishni qaror qiladi. Misrda bilim oshirish jarayonidami mazlum Sharqiy Turkiston musulmonlarga xizmat qilishdek bir o't har vaqt Maqsum hojimning qalbida yalqunjab turadi. Lekin bu vaqtda vatanning vaziyati 80-yillardagiga tamoman o'xshamaydi. Uning ilgiriki savoqdoshlari o'quvchilarining ko'p qismi Xitoy zindonlarida yoki chet ellarda surgun hayotida edi. Vatan muhabbati va qavmining oldidagi mas'uliyati uni har vaqt ona vataniga qaytib, xalqining qalbidagi va yurt osmonidagi qora bulutlarni tarqitish uchun xizmat qilishga undaydi.
Lekin ayni vaqtda vatanga qaytish bo'ri iniga o'z oyig'i bilan kelgandekli ish bo'lib, xizmat qilish emas, o'z hayoti bexatarligini kapolatga ega qilishdanmi so'z echish mumkin emas edi. Nihoyat taqdir uni yerim asrdan buyon muhojiratdagi Uyg'urlarga har zaman quchqini keng echib kelgan, ko'plagan Sharqiy Turkiston tashkilotlarining qurilishiga sohibxonlik qilgan hamda ularning bu yerdan Yevropa va dunyoning har qaysi joylariga tarqilishiga shohid bo'lgan Turkiyaga boshlab keladi. 50-yillardan boshlab kommunist ishg'olidan keçip hicret qilib chiqqan yüzlügen Uyg'ur ailesining oxirgi manzili Türkiye bo'lgan edi. Sharqiy Turkiston mustaqillik davosining vatan sirtidagi tunji avlod avangardlari ilmiy tadqiqot va faoliyatlarini hayotining oxirigacha mush yerda elib borgan edi. 90-yillarda bu yerda Sharqiy Turkistonning mustaqilligi va Uyg'ur xalqining hurligini maqsad qilgan nurg'un tashkilotlar qurilgan edi. Abdulhakimxon Maqsum hojim 2005-yili Misrdan Turkiyaning tarixiy poytaxti bo'lgan Istanbulga keldi va keyingi 10 yillik hayotini mushi shaharda Sharqiy Turkiston xalqi uchun xizmat qilish bilan o'tkazdi. Biz xalqimiz qarta ma'lum bir xatolik yetarligi bo'lsa ham, afuchan, samimiy, mehr shafqat qilib, bularni yenimizga tortish. Ular bilan biz vatandosh bo'lgan ekanmiz, ham diniy qarindosh bo'lgan ekanmiz. Bular bilan tadrijiy sabdosh, xizmatdosh, fikrdosh bo'lib ketishga tirishimiz lozim. Öz xalqimizning buning dinki taqdiri uchun boshqa turish, bu zulmni qutlab mavjudiyatni saqlab qolish uchun xizmat qilish bizning insoniy va islomiy majburiyatimiz. Biz madamiki samimiyat bilan Allohning rizoligi uchun mazlum musulmonlarning zulmdan qutilishi, Allohning dinining asli o'rniga kelib tikilish uchun xizmat qilmoqchi ekanmiz. Çoxum birlashishga, hamkorlashga ehtiyojimiz bor. Shu bo'yicha tirishimiz. Nurg'ulg'an Uyg'ur O'rta Osiyo davlatlaridan Turkiyani panoh tortib keladi. Buningga vatandan chiqayotganlar va boshqa davlatlardan kelganlar qo'shilib, Turkiyada ko'rinarli sondagi Uyg'ur musofirlar to'pi shakllanadi. Ularning ko'pinchisi Istanbulda edi. Abdulhakimxon Maqsum hojim va uning Istanbulda jam bo'lgan sabdoshlari Turkiyada Sharqiy Turkiston davosini qaytadan jonlantirish, bu yerdagi Uyg'ur musofirlarining masalalarini o'rtaq hal qilish, ularni to'g'ri bir fikr ostida harakat qilishga yetaklash, ma'rif va madaniyat ishlarini umumlashtirish uchun bir tashkilot qurishning ta'xirsizligini tunib yetadi. Natijada 2006-yili Istanbulda Sharqiy Turkiston va Uyg'urlar uchun xizmat qiladigan yangi bir tashkilot va yangicha ruhga ega bir qo'shin dunyoga keladi. Qayta o'ylanish, muzokara qilish orqali bu tashkilotning nomini, qurilish g'oya maqsadlari va vaziyatning taqozosi bilan Sharqiy Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati deb qo'yish qaror qilinadi. Abdulhakimxon Maqsum hojim bosh nozirlik vazifasini ustiga elib, jamiyat xizmatlarining nishoni va harakat mezonlarini diniy asoslar bilan ta'minlab, ideviy fikr jihatdan yetakchilik qiladi va oxirgi tiniqlarga qadar jamiyat xizmatlari uchun yurak qinini sarf qiladi. Maqsum hojim Istanbulda Sharqiy Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati qurilgan 2006-yildan tortib 2016-yili vafot bo'lib ketguncha Istiqlol televiziyasi, Stuq Bo'g'raxon kitobxonasi va nashriyoti, Stuq Bo'g'raxon ilm va madaniyat vaqfi, Sharqiy Turkiston ulamolar birligi qatorliq bir yurish jamiyat va organlarning qurilishida jiddiy rol o'ynadi. Sharqiy Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati qurilgandan tortib izchil holda Türkiye'deki cümleden İslam dünyasındaki ommaviy tashkilotlar bilan aloqa o'rnatish yo'llari ustida izlanadi.
Abdulhakimxon Ma'sum hojim o'zining diniy bilimi va arab elida bilim oshirganlikdek alohidligi bilan islom olimidagi nopozliq munavvar diniy olimlarga Sharqiy Turkiston davosini tonishtirish jihatda zo'r kuch chiqardi. U olimlarning yig'in va suhbatlariga qatnashib qolmasdan ularni jamiyat uyushtirgan faoliyatlarga taklif qiladi. Ma'sum hojim mayli jamiyatning har oyda davomlashib kelgan oylik suhbatlarida bo'lsin, mayli 2009 yildan buyon dunyoning har qaysi joylaridan kelgan vakillarning qatnashishi bilan yilda bir qatim o'tkazilib kelayotgan Dünya Sharqiy Turkistonliklar qarindoshlik uchrashishiga o'xshash keng ko'lamlik yig'ilishlarda bo'lsin va yoki har xil namoyish va faoliyatlarda bo'lsin, har vaqt oldingi safda yetakchi, aktiv ishtirokchi bo'lib keldi. Jamiyat xizmatlari, da'vat, tashviqot, ma'rif va nashriyat qatorliq ko'plagan sohalarda tang qanot yaydirilgan Ma'sum hojim har bir sohada o'zining tegishlik majburiyati va rolini joriy qildirib keldi. U jamiyat a'zolari bilan aktiv munosabat o'rnatib, ularning xizmat va turmush ahvollarini so'rab turadi. Hammaylanga xuddi Ma'sum hojim meni eng yaxshi ko'rdi ekan deb qolgudek illiq muomala qiladi. Xizmatga munosabatlik har qanday ishni maslahat selib ondan amaliyleştirishga otlanadi. U jamiyatning haftalik, oylik suhbatlarida, yet bayramlardagi yig'ilishlarda vaz nasihatchi va da'vatchi bo'lib qolmasdan jamiyat qarmoqidagi Istiqlol televiziyasining doimlik mehmoni edi. Istiqlol savol-javob programmasi uda bir qancha yil davomlashib, dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarning har xil diniy masalalarni bilib olishiga qulaylik yaratib bergan bo'lsa, uning turli temalarda qilgan darslari muhojiratdagi Uyg'urlarning diniy safosini o'stirish, ma'naviyatini beyitishga belgilik ta'sir ko'rsatdi. Uning eng ko'rinarli xizmatlaridan biri ochiq suhbat programmalariga qatnashish bo'lib, u mol diniy bilimi va o'tkir fikrlari orqali Xitoy ishg'olchilari va Qur'on, hadisni Xitoyning manfaati uchun so'zlaydigan ham tavoqlarga qaytarma zarba berib, ularning yolg'onlari va to'qilma safsatlariga radiya qaytaradi va masalaning haqiqatini aytib beradi. Bugun shu Xotandan boshlagancha 6 oy qadar Qumuldan boshlagancha Aqsuga qadar hamma arliq, butun xalq ayna yashaydigan bo'ldi. Bir mahalladan bir so'mus boramaydigan, qadamda bir yo'lning 99 to'sab, tekshirib, har xil aziyat, har xil xarlash, har xil zulmni qilayotgan mushal keldi. Vatanning ahvoli bu. Mushuncha vala zulm. Yana bizni umumimizlik Moşundaq bir vaziyatni o'zgartirish uchun dash turib qo'limizdan kelgan harakatni qilish emas. Moşuncha vala zulmga duch kelyapmiz. Biz hammamiz o'zimiz o'ylagan, o'zimiz mangan yo'l bo'yicha masala hal bo'lmagan, endi nima ish qilamiz deydigan bir araga kelib, mush haqda izni tutgan bir muhitga bizni kelanmayotdi. Abdulhakimxon Ma'sum hojim har qaysi Uyg'ur tashkilotlari orasida ziyolilar bilan diniy sohadagilar orasida o'zaro tushunish va ishonch hosil qilishga zo'r tirishchanlik ko'rsatgan edi. U Yevropa davlatlariga ziyoratga berib, ba'zi davlatlardagi Uyg'ur jamoatchiligining tashkillanishiga kuch chiqargan edi. Abdulhakimxon Ma'sum hojim dardmanlarning sirdoshi, g'erib miskinlarning g'amguzari, yaqin do'sti va sirdishi edi. 2013-yillardan boshlab Sharqiy Turkistondagi Xitoy zulmi va bostirishining kuchayishi sababli yurt makonlarini tark etib chiqqan va Turkiyani o'zlariga oxirgi manzil qilgan minglagan Uyg'ur muhojirlar Istanbulda tinab tamtirab yurishga boshlaganda
Ma'sum hojim ularni sop aqida va sog'lom fikrga keltirish uchun ularning orasiga cho'kib kirgan edi. U ularning dardlarini anglab, holiga yetadi. Qo'lidan kelishcha ularning qiyinchiliklarini hal qilishga tirishadi. Pulsiz qolganlar, uysiz qolganlar, yo'lsiz, chorasiz qolganlar uni izlaydi. Ma'sum hojim cho'ng kichik qeri yosh demay ularning dardini anglaydi. Abdulhakimxon Ma'sum hojim bir dinniy olim edi. U Allah bergan ilmiga haqiqiy to'g'ri amal qilgan va payg'ambarimizga haqiqiy varis bo'lib, ilmini xalqiga yetkazgan bir olim edi. Ilmini o'tkir tili orqali dushmanga qarshi qurolga aylantira olgan olim edi. U bir da'vatchi edi. U da'vatni tama uchun emas, balki ajri va mukofotini Allohdan kutib, har vaqt, har yerda davomlashtirib kelgan edi. U bir tashkilotchi edi. Eng mushkul vazifalarni ustiga elishdan qochmaydi. U bir faoliyatchi edi. Her vaqt sapning oldida mang'atdi. U bir notiq edi. Lekin kishilarni o'ziga qartish uchun emas, haqni yetkazish uchun so'zlaydi. U bir mujohid edi. Qur'on bilan qurolni tang ko'targan mujohid edi. Uning quroli Qur'on va hadisni manba qilgan, do'st dushmanni farq etalaydigan sop aqida va sog'lom fikrda edi. U zamonimizning eng qudratli qurollaridan bo'lgan tashviqot qurolini ching tutgan edi. U do'st dushmanni aniq ayirishni, musulmonlar orasiga fitna, tafriqchilik solmaslikni, tig'ning uchini islom diyorining bir qismi bo'lgan Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilgan va yerim asrdan ko'proq vaqtdan buyon bu yerda inson qalbidan chiqqan jinoyatlarni sodir qilgan va qilayotgan Xitoy ishg'olchilariga qaratishni tashabbus qiladi. 2016-yili 12-oyning 22-kuni payshanba odatdagi kunlardan biri edi. Lekin bu kun Uyg'urlar uchun bir motam kuniga aylandi. Tushdan burun Ma'sum hojimning tuyuqsiz hushidan ketib, doktorxonaga elib berilganlik xabari tarqaldi va anglaganligi kishilarni tashvishga soldi. Aradan uzoq o'tmay, uning vafot bo'lganligidek bir musibat xabari hammaylarni ig'ir qayg'uga cho'mdirdi. Olim o'ldi. Olam o'ldi degan aqidada yashab kelgan kishilar bu xabarni qabul qilishdan qo'rqatdi. Kimlardir uning tenining tunugunla sog'lom ekanligini, kimlardir uning texi yosh ekanligini, yana qiladigan nurg'un ishlarining borligini aytishadi. Lekin qazoyi qadar insonning yeshiga, taqturqiga qaramaydi. Uyg'urlar bir dinniy olimidan ilim osmonida yenib turgan nurliq bir mash'ilidan, haq va hurlik uchun kurash qilayotgan qahramon jangchisidan va yo'lboshchisidan, aziz Sharqiy Turkiston diyori bo'lsa, suyimlik bir farzandidan ayrilgan edi. Uning vafotiga Amerika, Yevropa, Turkiya, Avstraliya, O'rta Osiyo, O'rta Sharq va hatto Jiroq Sharqdagi ellardagi tashkilot va shaxslardan ta'ziya telefonlari va telegrammalari kelishga boshladi. Ta'ziya nomalarda, marsiyalarda uning vafotiga cho'nqur ta'ziyalar bildirilish bilan birga uning vatan, millat yo'lidagi xizmatlariga yuqori baholar berilgan edi. Marhumning meyit namozi ertesi kuni, ya'ni 2016-yili 23 dekabr Cuma kuni İstanbul Zeytinburnu'daki Amina İnanç Camiasida tushirildi. Uning meyit namoziga Turkiyaning har qaysi joylaridan, shundaqla Yevropa, Saudiya Arabiston va O'rta Osiyo davlatlaridan kelgan minglagan kishi ishtirok qildi. Aziz muhtaram hemşehrilerim,
büyüklerim, başkanım, bütün sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yoldaş, hizmetdaşlarımız, yol arkadaşlarımız, bugün büyük bir ustadımızı, mürşidimizi, bir komutanımızı, bir mürebbimizi kaybettik. Bu kayıp sadece Marif Cemiyeti'nin kaybı değil. Bütün 40 milyon Doğu Türkistan Müslümanlarının ve diasporadaki 4 milyona yakın muhacirlerin kaybıdır. Hocamız Abdülhakim Han Mahsum, kendisi Doğu Türkistan'da büyük bir ustadımız olan, aynı adını taşıyan Abdülhakim Mahsum Hacı'nın ilk şagirdleri, talebelerinden olup bütün ta bugüne kadar Doğu Türkistan'dan çıkana kadar büyük çilelerle birçok kez Çin'in zindanlarında yatarak Doğu Türkistan halkının dini marifini zinde tutmak için asimile olmaktan, dinsizleşmekten, komünizme esir olmaktan kurtarmak için insan yetiştirme alanında Doğu Türkistan'ın milli ve dini kimliğinin muhafazası yolunda orta yol ve Kur'an sünnetle birleşmiş güzel bir şekilde talim terbiye hizmetlerini senelerce büyük fedakarlıkla vermiş bir şahsiyettir. Ve yaklaşık 20 senedir yol arkadaşlığımız var kendisiyle. Aynı zamanda benim ustadım olur ve şu an bütün dünyadan, çeşitli ülkelerden arkadaşlarımız teşrif ettiler. Herkese teşekkür ederiz. Biz şunu ifade etmek istiyoruz. Hocam Doğu Türkistan'dan Türkiye'ye geldikten sonra yaklaşık 10 sene Türkiye'de yaşadı ve birçok kuruluşun insan yetiştirme alanında hizmet veren kuruluşların yayılmasına, zincirlerin yayılmasına, Türkiye'de ve Türkiye dışında bütün diasporanın cehaletten kurtarılması amacıyla yayılan bu marif hareketinin öncülüğünü yapmış ve bu konuda soğukkanlılığıyla, tefekkür ve hikmet tedebbürüyle bize yol göstermiştir, mürşitlik yapmıştır. Bizim soğukkanlılıkla bu davayı yürütme açısından bize büyük dersler vermiş, elimizden tutmuştur. Bu nedenle biz bugün yetim kalmış olsak da hocamızın bu sevdasını, bu şiarını, bu sloganını ve hedefini, vizyonunu biz burada emanet alıyoruz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ölüm berhaktır. Kullu nefsin zâikatul maut ve nebluvekum bişşerri vel hayri fitneten ve ileyna turcaun. Biz Allah'a dönüyoruz. Bu dünya bizim imtihan dünyamızdır. Herkes kendi durduğu yerde edindiği varlıklarla, ilimle, güçle, sıhhatiyle bu yolda hizmet edecektir. Abdülhakim Han hocamız kendi gücünü aşmış derecesine 24 saat Doğu Türkistanlıların sadece dernek değil, talebelerin dini ihtiyaçlarını gidermiş, ders vermiş. Burada otururken Doğu Türkistan'daki yüzlerce, binlerce şagirdlerine gece yarısında saat 3'te 4'te kalkarak bugüne kadar derslerini vermiş bir büyük ustattır. Aynı zamanda Doğu Türkistan davasına kendini feda etmek isteyen bütün mücahit kardeşlerimizin komutanıdır kendisi. Doğu Türkistan'dan ilim tahsil etmek için Türkiye'ye ve dünyanın her yerinde çıkan insanlara göğüs germiş, onların eğitimlerinin yerinde gitmesi için elinden geldiği kadarıyla çabalamıştır. Bu nedenle bu kaybın yerini doldurmak bizim için çok zor olacak. Ancak bu emaneti almamız gerekiyor. Hocamızı sevdiğimizi ispatlamak için hocamızın bize bıraktığı bu emaneti buradan alarak daha birlik, beraberlik içerisinde daha dinç olarak bu davayı devam etmemiz gerekiyor.
Hocam çok bana sık sık söylerdi. Çok az kaldı Doğu Türkistan'a gideceğiz dedi. Hidayetullah derdi. Ve ben inşallah şehit olacağım diye sık sık derdi. Allah bu umudu arzusu uğruna kendisinin şehitler makamına erdirilmesini arz ediyoruz Allah'tan. Niyaz ediyoruz. Amin. Ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, senin yolunda daim olmak için, senin yolunda sana kavuşmak için, anadan doğma yerini yurdunu terk etmiş, yollara koyulmuş, hicret etmiş olan ve hayatı boyunca senin adının yüceliğini haykırmaktan, senin elçin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin arza, cemiyete, topluma, Doğu Türkistan kitlesine, insanlığına etkin olmasını, hakim olmasını temin etme dışında hiçbir derdi, aşkı, sevdası olmayan hocamızı, kardeşimizi, Abdülhakim kardeşimizi senin rahmetine tebliğ etmek için burada toplandık Allah'ım. Ya Rabbi, biz onun emanetini üstlendik Allah'ım. Hep birlikte haykırıyoruz. Biz onun taşını emaneti üstlendik Allah'ım. Biz onun hep uçlarda tuttuğu, yukarıda tuttuğu göy bayrağı, ay yıldızlı göy bayrağı ondan teslim aldık Allah'ım. Şerefimizde, namusumuzda bu bayrağı taşımayı, onun dostları olarak, onun evlatları olarak, onun dava arkadaşları olarak davamıza sadık kalmayı, davamıza sahip çıkmayı, bayrağımıza sahip çıkmayı bizlere nasip et Allah'ım. Ya Rabbi, bizi birbirimize düşürmek için Kıtay'ın bin türlü tuzağı var. Bizi düşmanın tuzaklarına düşürmekle eyle Allah'ım. Bizi düşmanımızın tuzağına emin kıl Allah'ım. Bizi birbirimize bırakma Allah'ım. Bizi nefsimize koyma Allah'ım. Bizi şeytanın şerrinden emin kıl Allah'ım. Bizi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet Allah'ım. Bizi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aşkı sevdası yolunda Abdülhakim merhumun bugüne kadar bize örnek olarak örneklemiş olduğu o sırat-ı müstakim yolunda o yolu devam ettirmeyi bize nasip eyle. Uning jinozasi 1 kilometrdek piyoda elib mengilgandan keyin avtobusda mazarliqqa elib berildi. Xalq uning jinozasini beshidan oshirib ko'tirdi. Kishilar uning jinozasini tutib olish, biror qadam bo'lsa-mu ko'tirib olish uchun bir-biri bilan qistishib baslashatdi. U yerlikka qo'yilayotganda uning jinozasiga agishib kelgan yuzlagan kishi qayg'ularini yoshira olmay un selib yig'lab ketishdi. Havo tumanliq bo'lib, qattiq yomg'ir yog'di. Bu kun Sharqiy Turkiston xalqi uchun og'ir musibatlik bir kun bo'ldi. Xalq o'zining yetakchisi, yo'lboshchisi, umidi bo'lgan Ma'sum hojimdan ayrilgan kun bo'ldi. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Allah'ım bu ustazımızla ayet kerimesini dinledik. Ey aranmağı nefsi, ey hasret çekmek nefsi, ey nadametten uzak nefsi. Çünkü sen dünyada nadamet çekidiğin, hasret çekidiğin, pişayman kılıdığın ışkımığın nefsi. İrci'i ila rabbiki, senin Rabbin terfiye, radiyeten merdiye, Rabbin senden razı boğan alette, sen Rabbinden razı boğan alette, kaytkın, fedkhuli fi ibadi, benim kullarımın içine dahil olun, cennetimge dahil olun, diyen insanların katarda, rahat olun, ey şeyhimiz, ey ustazımız,
ey atımız. Sen bizge ülgisen, sen bizge milletin yüzünü yoğurtkedek, yüzünü nurlandırkedek acayip yüksek bir talim terbiye, ilim hikmet koyup gittin, nur koyup gittin, çırak koyup gittin. Ama maalesef takdiri ilahi, hikmetullahi Teala'nın hikmeti olan biz bugün elem hasret olan, hasret tutulgan yürekler olan ve yaş tutulgan gözler olan senden ayrılmaktayız. Bizden razı olun. Sen aslında bizim beni halal eten, beni affı kılan digide hiç nersen yok ya ustaz. Belki sen bizden razı olun. Sen bizden affı kılın. Sen bizden geçirgin. Çünkü sen hayatken biz kadir kıymetini bilemedik. Biz millet kadir kıymetini bilemedik. Ve biz millet senin ızdıvanını bilemedik. Biz millet senin kalbini bilemedik. Biz millet senin şirkini düşünemedik. Bizge hem Müslüman da sorsam hazır. Oradaki masum ağacım tak insan sen bir de gitti ki onun merişi, duruşu Allahu Ahad. Allah birdir. Bu ümmet birdir. Bu millet birdir. Bu milleti bilenmez. Hiç kim parçalayamaz. Bu ümmet birdir. Bu milleti Firavunlar, zalim Xitay parçalayamaz. Diyenlerin ibadeti diyenler hemmesi de ilahi usta. Onun için sen bizge şundak bir nemune edin ki, şundak bir nesli koyup gittin ki o bozumu Allahu Ehad. Ümmet bir, Allah bir, millet bir, bayrak bir, vatan bir. Sen bizge vücudun bilen, ilmin bilen, ahlakın bilen, söygün bilen, şefkatin bilen şunu biraz koydun ki yaratıcı birdir. Birge ibadet kılgan insanlar birdir. Uygurlar birdir. Uygurların vatani birdir. Uygurların dini birdir. Senin bu digerliklerini tilinden anlayan buluş, tilinden anlayan, sen de okuyan bir şagirdin buluştuğumuz ölen biz senin bu miraslarını, bu amanetlerini ada kılımız. Biz birleşimiz ya ustaz. Birbirimizi suyumuz ya ustaz. Rahat ol ya ustaz. Hatırcam ol ya ustaz. Biz birleşimiz ya ustaz. İttifaksızlık yoktunuz ya ustaz. İnançsızlık yoktunuz ya ustaz. Menmençilik yoktunuz ya ustaz. Senin o kemiğini meniştirin var ya. Senin o bizlere tebessümün arkadaşların var ya. O sen her bir adam bu çalışkan çağda Maksim ağacım beni bek yaxşı görüş gerek. O beni bek söz gerek. O beni çıl kalbini söz gerek diyen umulardım muamelen var ya. Bizge çok bir tesir kaldıgan ki biz bilinmeyiz. Biz senin akıbırmanız, senin ümmetçiliğinde, senin milletçiliğinde, senin bayrağında, senin vatan milleti bağın şehrinde, akkan, aktuğan teröründe uzaklı adamız. Biz senin terörünü yüzümüzge sürtümüz, biz senin bayrağını aldığımızı tutumuz, biz senin şuarını elbette ki canımız bilen, melimizle koydayımız. Tekbir! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Biz senin bir talim buluşunu çıktın ölen, biz o izlatkan milletini sen unutulmadan belki unutulmayımız. O izlatkan anılarını, o ağaçlarını, o sınırlarını sen kanda hareket kılan olsan elbette ki biz hareket kılınız. Ezel kardeşlerimiz, ustazımız bizge şunu koyup gitti. O boğazının birlik, o boğazının sevgi, o boğazının muhabbet, o boğazının bir bayrak astığa. Bir millet astığa, bir vatan astığa, karşındakla mezlum milletli tutulgan bayrak astığa, La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen bayrak astığa çalışıydı. Biz bir talipleri sütümüz bilen bu ustazın şu bayrakıga, şu şuarıga, şu ümmetçiliğe, şu milletçiliğe teyyar turmen labbek diş hazır mıyız? Hazır! Allahu Ekber! Hazır! Hazır! Elveda sana ya ustaz, rahat olun. Allah subhanehu ve teala senin kabrini Kur bilen, Kur'an bilen, İslam bilen, iman bilen nurlandı olsun. Allah subhanehu ve teala senin kabrini cennet bostanlardan bir bostanlık aylandı olsun. Rahat ol. Elveda sana ustaz.
Elvida. Elvida Allah'ın söyümlük kulu. Elvida. Ulug' Allah'tan merhum ustazımız Abdülhakim Han Mahsum Hacim'nin amellerini kabul kılışını, onun günahlarını mağfiret kılıp Firdevs cennetler bilen mukafatlışını, onun izidin mağdıgan, onun yokluğunu bilinmeydigan, onminglagan izbasarlarını yetiştirip berişini tileymiz. Amin. Hemmeylerini Allah'ım Kitabullah, sünnet-i Resulullah'ını yaxşı çünütkan, şengenge toluk emel kılıdığan, ağızda emas, emeliyeti peygamberinin yolda mağıtkan mümin, muvahhid, mücahitlerden buluşka. Nasip kılsın, hemmeylerini köp rahmet. Kara sevda mıdır nedir, gören sanır divanedir, gayrı hepsi bahanedir, sultanım özledim seni. Neye baksam sen gördüğüm, dilimden mesçün kördüğüm, vuslat bana bayram düğün, sultanım özledim seni. Bilmem ki bu hayret midir, kesret içre vahdet midir, bu aşk mıdır hasret midir, sultanım özledim seni. Neye baksam sen gördüğüm, dilimden mesçün kördüğüm, uslat bana bayram düğün, sultanım özledim seni. Kalpte iman başta tacım, cananım sana muhtacım, sen de her derde ilacım, sultanım özledim.